Yo'llarimizni chiroyli qilib, tekis qilib ta'mirlab berishsa mas'ullarimiz, biz ham u yoqqa burg'alamasdan to'g'ri yurardik chiroyli bo'lib. Video murojaatimiz Sirdaryo hokimi Erkin Turdimovga. Janob hokim, sizni bilaman. Qara, agar hokimlik qilgan bo'lsangiz, gullatib yashnatgansiz. Nima ahvol bu Sirdaryo? Qarang, yo'llaringizni, hududingizga qarang. Janob hokim, mana ahvol. Qaysi yamani abis qilaylik? Kommentlarni o'qing, kommentlarimni o'qib chiqing. Hamma shofir sizdan xafa. Furalar yurgisi kelmayapti, ularni ham yomon yo'ldan yurgisi kelmaydi. Конечно. Palon pulga olgandan keyin yamalarga bo'lki ikkita ishayni ham bo'shatib ko'msa bo'ladi. Конечно bular yana shtraf ham qilasizlar bularni. Mutasaddilardan iltimos, faqat samolyotga yuravermasan shu yo'llardan ham o'tib ko'ringlar. Agar shu yo'lchilar qo'liga daftar kitob berib bo'lki, shu yamalarni sanatsangiz bir hafta sanaydi. 1100 ta yama. Yordam beraylik prezidentimizga chiroyli davlat qurishga. Qatar qayta o'tasizlar prezidentimizni mana yomon ko'rsatib shopirlarga. O'rtoqlar, mana sizga kerak bo'lsa chuqur yama degan mana mashinalar mana bu avariyni situatsiya keltirib chiqarmay nima qiladi keyin bu mana katta trassada yo'lda mana ahvol mana shastriga yetmasdan 69-maktab ro'parasida buni ham yana kovlab betar qilib qo'yibdi mana mashinalar. Shundan keyin avariya kelib chiqadi, mana chuqurdan qochiradi. Yanında svetofor ham bor, peshexod mana. Bu yog'i rasvogarchilik. Chuqur kerak bo'lsa mana sizlarga bu yerda yopilgan turbani usti qo'yilib chuqur bo'lib qolgan, to'ylanib. Mana nariyog'ida yana yama. Shundan keyin avariyli situatsiya bo'lmasdan boshqa nima bo'ladi? Mana tushidan o'tyapti mashinalar. Buni endi mutasaddilarga yetkazish kerak. Mana chuqur, mana yama, yana bular faqat ishtirok kamera, nalog. Faqat shunaqa ahvol. Bu yog'i nima bo'ladi? Bunga kim javob beradi? Qachon buni qiladi? Oldin yo'llarni to'g'rilab qo'yib, keyin so'rash kerak, keyin u yog'ini talab qilish kerak. Mana bu yoqda ham yana mana shunaqa chuqur kovlab qo'ygan. Buni qachon qilmoqchi bo'lar bilmayman. Bu yoqda yana svetoforning nariyog'ida bor ana. Hozir ko'rsatganim.